Tasavvur qiling, ertaga uyg'onasiz. Yer yuzidagi barcha o'rmonlar yo'q bo'lib qolgan. Daraxt yo'q, o'rmon yo'q. Yashil rang deyarli yo'q. Eng qo'rqinchlisi esa muammo faqat daraxtlarning yo'qolishida emas. O'rmonlar yer ekotizimining eng muhim qismlaridan biri. Birinchidan, o'rmonlar atmosferadagi karbonat angidridni yutadi va uglerodni o'zida saqlaydi. O'rmonlar yo'qolsa, atmosferadagi uglerod dioksidi miqdori oshib, iqlim o'zgarishi yanada kuchayadi. O'rmonlar suv aylanishida katta rol o'ynaydi. Daraxtlar ildizlari orqali tuproqdagi suvni oladi va uni barglari orqali atmosferaga chiqaradi. Bu jarayon transpiratsiya deyiladi. Shuning uchun o'rmonlar ayrim hududlarda bulut va yog'ingarchilik shakllanishiga yordam beradi. Uchinchidan, o'rmonlar millionlab tirik organizmlar uchun uy-joy hisoblanadi. Qushlar, hasharotlar, suv temizuvchilar, zamburug'lar va minglab o'simliklar turlari o'rmon ekotizimiga bog'liq. O'rmonlar yo'qolsa, bu hayvonlarning ko'pchiligi yashash joyidan ayriladi. Natijada biologik xilma-xillik keskin kamayadi. Yana bir katta muammo tuproq eroziyasi. Daraxtlarning ildizlari tuproqni ushlab turadi. O'rmon yo'qolganda yomg'ir va shamol tuprog'i tezroq yemiriladi, daryolarga ko'proq loy tushadi. Ayrim hududlarda esa suv toshqinlari va qurg'oqchilik xavfi ortadi. Demak, o'rmon shunchaki daraxtlar yig'indisi emas. U suv, tuproq, hayvonlar, iqlim va inson hayoti bir-biri bilan bog'langan ulkan tabiiy tizim. Shuning uchun o'rmonni kesish faqat daraxtni kesish emas. Biz aslida bir-biriga bog'liq bo'lgan butun bir tizimni muvozanatini buzamiz. Chunki biz insonmiz. O'rmonlar bizga shunchaki yashil manzara bermaydi. Ular yer hayot tizimining bir qismidir. Savol esa bitta: biz o'rmonlarni yo'qotishdan oldin ularning qanchalik muhimligini tushunamizmi?